O'zbek xalqi uchun yana bir yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Hurmatli tomoshabin, bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistonda dahshatli fojia sodir bo'ldi. Inspektorlarning fojiali o'limi. Qashqadaryoda rulda uxlab qolgan haydovchi inspektorlar ketayotgan mashinaga borib uriladi. Oqibatda esa 2 nafar profilaktika inspektori vafot etgan. 3-inspektor shifoxonada davolanmoqda. Mashina zarbdan buklanib ketganligi aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Ravshanov vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Ravshanov 88 yoshida vafot etdi. U Maysaraning ishi, boy oila xizmatchi, Alisher Navoiy, Oq kema kabi spektakllarni sahnalashtirgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Rahmonov 88 yoshida vafot etdi deya xabar bermoqda Madaniyat vazirligi. Mansur Temirovich Ravshanov 1937-yilning 4-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilgan. 1961-yilda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutini tugatgan. Mansur Ravshanov Surxondaryo viloyati musiqali drama teatrida avval aktyor, keyinchalik rejissyor, bosh rejissyor bo'lib ishlagan. Surxondaryo viloyati Qo'g'irchoq teatrining vujudga kelishiga katta hissa qo'shgan. Keyinchalik Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatrida bosh rejissyor sifatida faoliyat yuritgan. U Alpomish, boy ila xizmatchi, Maysaraning ishi, Joningda bordim bir kecha, Alisher Navoiy, Parvona, Nurxon, Ajab savdolar, Oq kema, Kelin kuyov, Amir Temur va Yildirim Boyazid Alpomishning qaytishi kabi spektakllarni sahnalashtirgan. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda marhumlarning yaqinlariga hamda oila a'zolariga sabr tilashni yodingizdan chiqarmang.